Oshxonadan turib dunyo moliyaviy bozorlarini titratadigan ayollar haqida bilasizmi? Bu ayollarni Yaponiyada Watanabe deb atashadi. 90-yillarda Yaponiyada foiz stavkalari 0% ga tushib ketgan paytda bankka pul qo'yish foydasiz bo'lib qoladi. Shunda yapon ayollari oilaviy jamg'armalarni ko'paytirishning ajoyib yo'lini topishgan, ya'ni carry trade ni. Bu qanday ishlaydi? Watanabe Yaponiyadan juda past, masalan, 0.1% da yenda qarz oladi. Bu pulni foiz stavkasi yuqori bo'lgan davlat valyutasiga, masalan, Avstraliya dollariga 5% stavka bilan almashtiradi. Pulni Avstraliya bankiga qo'yadi. Olingan 5% foydadan Yaponiyadagi 0.1% qarzni yopadi. O'rtadagi qolgan farq uning sof foydasi. Shundan so'ng butun dunyo moliya institutlari yapon uy bekalarining keyingi qadami qanday bo'lishini qo'rquv bilan kuzata boshladi. Nega? Chunki Watanabe bu bitta ayol emas, millionlab uy bekalari bo'lgan. Ulardagi jamg'arma ham bir necha trillionlab yena edi. Dunyo bozoridagi chakana valyuta savdosining qariyb 28-30% aynan mana shu havaskorlar hissasiga to'g'ri kela boshladi. 2017-yilda Yaponiya kriptovalyutalarni qonuniylashtirganda Watanabe xonimlar birinchilardan bo'lib bozorga kirgan. O'sha yil dunyodagi Bitcoin operatsiyalarining 40% dan ortig'i aynan yapon yenasi orqali amalga oshirilgani haqida faktlar mavjud. Ba'zida milliardlab dollarlik algoritmlardan ko'ra oilaviy byudjetni tejashni biladigan uy bekasining mantig'i kuchliroq ishlab qolishi mumkin.